Bugun ozgina ne'matga shukr qiling. Alloh taolo ziyoda qilib bersin sizga. Bugun katta ne'mat bor qo'limizda. Haqiqatda mislsiz katta ne'matlar bor. Shukr yo'q. Chunki Alloh taolo Qur'onda la in shakartum la azidannakum. Bandalarim menga shukr qilsalar, men uni ziyoda qilib beraman dedi. Agar noshukrlik qilsalar, Alloh aytayapti Qur'onda, meni azobim shiddatlidir. Birgina ne'matga shukr qiling, Alloh ziyodasi bilan bersin. Biz bugun bir ne'mat, minglab ne'mat, yuzlab ne'matlarni ko'zimiz ko'rmayapti-da, birgina musibatni, birgina qiyinchilikni, birgina kamchilikni biz bugun ko'pirtirib, oshirib, toshirib gapiryapmiz. Hamma joyga e'lon qilyapmiz, norozilik bildiryapmiz. Shuning orqasidan katta muammolar, barakaning yo'qolishligi, oilalarning buzilishligi, farzandlarning yetim bo'lishligiga